Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizlar Darvoza olamining aziz kuzatuvchilari, xudo xohlasa sizlarga navbatdagi ishlarimizni bir qator ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ko'chamizda bo'yida turgan reklamalar xudo xohlasa chiroyli qilib zakazga yasab beramiz. Xudo xohlasa kimga qanaqa variantdagi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi bizda mavjud. Birinchi darvozamiz o'sha mashhur high-tech ruchnoy работа darvozamiz. High-tech ruchnoy работа bu полный ruchnoy qo'lda ishlab chiqariladigan darvoza. Gibkali, lazerli, nержавейкali. Razmerlari 4 metrga 3,5 metr bo'lgan balandligi buniki. 2 qavatli variantda, shumkali variantda tayyor bo'lgan darvozamiz. O'ziga yarashgan holatda ruchkalarni qilib qo'yganmiz, xudo xolasa. Kimga shunaqa variantdagi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadratini 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'ylab. Brusak pultovoy listlarda yondoqlar 10 lik shiviller yoki 10 ga 10 qilib beramiz. Dagilar как положено shiviller bo'ladi. Kimga bu variant yoqsa, shu variant, boshqa variantlar ham bor, bir tashlab beramiz. Darvozamiz o'ta ideal holatda chiqqan bitta qisqa kadr qilib yuboringda, kachesini to'g'risida. Biz uyalmaymiz, uzoqdan olib u darvozani sifati uzoqdan yaxshi ko'rinadi, yaqindan boshqacha ko'rinmaydi. Bizga yaqindan ham uzoqdan ham bir xil variantda ko'rinadi. Yaqinroq qilib uzoqlashtirib ko'rsatib beringda. Xo'p, keyingi darvozamiz reflonga darvozamiz 340 bo'lgan eni 340, balandligi 3,5 metr bo'lgan darvozamiz. Reflonka list deyiladi mana. Yaqinlashtiringda bu reflonka list deyilish sabab buni 1.3, 1.2 desam baquvvat chiqadi. Shuni hisobiga shtamp qilib bosilgan bunga. Buni 1 kvadratini 750 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. Navbatdagi Shagrin darvozamiz setka variantda shtambovka darvozamiz. Buni 1 kvadratini 550 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, navbatdagi o'sha o'zimizni mashhur qilgan klientlardan qalbidan joy olgan darvoza nержавейкali, arkali darvozamiz. Buni kvadratini har doimgidek xudo xolasa eng sifatli materiallarda 700 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. Buni razmeri 3.30 ga 3,5 metr. Ruchkalari ham o'ziga yarashgan holatda bo'lgan, xudo xolasa chiroyli qilib bitiramiz. Listlari 1.2, yondoqlari 8 ga 6, profillari 6 ga 4, taglari 8 ga shiviller. Navbatdagi ham xuddi shunaqa darvozamiz. Buniki mana nalishga qismi qilganmiz, 30 sm nalishga chiqarganmiz. O'ziga yarashgan holatda. Bu ham zakazga Samarqand viloyatiga ketadi, Jonboyga xudo xolasa. Yuklaymiz ertaga. Darvozamiz 1.2 shtambovka. Mana birinchida ko'rsatgan darvozamni adashtirib olmanglar. Bu shtambovkasi u ruchnoy работа. Bunisi 700 ming so'm, unisi 1 million 300 ming so'm, 2 qavatligi. Buni 2 qavatligi 900 ming so'mdan chiqadi. 1 kvadrati. Xudo xolasa kimgadir shunaqa variantdagi darvozalar kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqsalaring, ishlaringizni sifatli qilib, o'z muddatda, o'sha aytilgan muddatda bitirib, chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa Telegram, WhatsApp orqali bemalol musofirdagi ukalar ham aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, kataloglar tashlab beriladi, chiroyli qilib. 200 dan ortiq katalog bor, rasmlar bor. Yoqqan fasoningizni tayyorlab beramiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting, qaysi darvoza sizga yoqdi, darvozasi yo'q, o'rtoqlaringga jo'natib qo'yinglar, xudo xolasa. 2025-yilda hamma yangi darvozaga ega bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.